Assalomu alaykum xo'jayin. Ko'mir ham oz qolibdi-yu, Axtachidagi bazaga ko'p miqdorda ko'mir kelibdi, arzon narxda ekan. Gaplashgani ketyapti. Senlar ishingga qarash, xo'p? Xo'p. Va yo'llarni keyingisini ochinglar. Hey! Qaravol 1 minutga o'chir. Bo'ldi aka, hozir. Xush kelibsiz aka. Qo'lim yomon edi. Nima xizmat? Ha, xush ko'rdik. Eshitishim bo'yicha Andijondagi eng katta ko'mir sklad shu yerda ekan. Shartnoma qilgani keluvdim. Xo'jayin shu yerdami? Ha aka. Shunga Telefonda tushirib oldi bolalar. keyingisiga o'tinglar. Tushunarli. Aka, chiqqaningizda o'ng qo'lda ofis bor. Shu yerga kirib o'tirib turing. Tez xo'jayinni chaqir, vaqtim yo'q. Ko'mir tushiradigan bolamizni sal bugun mazasi yo'q bo'lib qolgan ekan. Shunga o'zim chiqib yordamlashay degandim. Aka, shu ko'mir ba'zan xo'jayini siz bo'lasizmi? Bugungi hodisadan men o'zimga juda ko'p narsa o'rgandim. Odamlarga qilgan muomalamdan o'zim uyalib ketdim. Juda katta saboq oldim. Rahmat sizga, aka. Biz kim bo'pmizki, bizdan o'rnak olgani. Insonni tashqi ko'rinishiga, ming olgan mashinasiga qarab baho berish kerak emas, aka. Odamlarga kulib, chiroyli muomala qilganga nima etsin? O'zi bu dunyo qisqa bo'lsa. Bo'lmasam shartnomani boshladik.